Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda sizlarga o'zimiz ishlab chiqqan zamonaviy va foydali Telegram bot haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu bot orqali siz ko'plab guruhlaringizni samarali boshqarishingiz, foydalanuvchilarning faolligini nazorat qilishingiz va guruh rivojlanishini avtomatlashtirishingiz mumkin. Bu bot aynan sizga kerakli yordamchi. Endi esa botdan qanday foydalaniladi, birgalikda ko'rib chiqamiz. Botni topish: Telegramda qidiruv bo'limiga kirib, moderator bot deb yozing. Chiqqan bot Michol bot bo'ladi. Ustiga bosasiz va start tugmasini bosasiz. Bot sizga qoraqalpoq tilida yozilgan qisqacha qo'llanmani taqdim etadi. Diqqat bilan o'qib chiqing. Shundan so'ng guruhga qo'shish tugmasini bosing. Botni guruhga qo'shish: guruh nomini qidirib, tanlang va botni admin sifatida qo'shing. Eslatma: bot to'g'ri ishlashi uchun unga barcha admin huquqlarini berishingiz zarur. Shundan so'ng guruhga start buyrug'ini yozing. Bot guruhni tanib olib, sizga guruh nomini va adminlar ro'yxatini chiqaradi. Foydalanuvchi nazorati: endi guruhdagi oddiy foydalanuvchi yozganida, bot ularning xabarini o'chiradi va ularga guruhga yangi a'zo qo'shish kerakligi haqida ogohlantiradi. Bot foydalanuvchining qancha yangi a'zo qo'shishi kerakligini ham yozib ko'rsatadi. Foydalanuvchi bu limit asosida yangi ishtirokchilarni qo'shib, faolligini tasdiqlaydi. Admin paneldan foydalanish: admin bo'lsangiz, bot chatiga kirib admin buyrug'ini yuborasiz. Bu buyruq faqat adminlar uchun ishlaydi. Oddiy foydalanuvchilar foydalana olmaydi. Admin panel ochiladi va sizga qaysi guruhga admin bo'lsangiz, ularning nomlari bilan ro'yxat ko'rsatiladi. Quyida 5 ta xizmat tugmasi mavjud. Statistika: foydalanuvchilar, guruhlarni tozalash, foydalanuvchilar soni, imtiyoz berish. Keling, har birini alohida ko'rib chiqamiz. Statistika tugmasi guruhda shartni bajarmagan foydalanuvchilar sonini ko'rsatadi. Adminlar sonini chiqaradi. Har bir admin qaysi guruhlarda admin ekanini soni ko'rsatib beradi. Orqaga tugmasi orqali asosiy menyuga qaytasiz. Foydalanuvchilar tugmasi har bir foydalanuvchining ismi, username, guruhga nechta foydalanuvchi qo'shgani haqida ma'lumot beradi. Pastda hisobotlar, bir kunlik, bir haftalik, bir oylik, bir yillik tugmalari mavjud. Har bir tugma kerakli davrdagi statistikani aniq ko'rsatadi. Guruhlarni tozalash: guruhda shartni bajarmagan foydalanuvchilarni avtomatik tarzda o'chiradi. Bot sizdan tasdiq so'raydi. Ha, tozalash yoki yo'q, bekor qilish tugmasi orqali tanlov qilasiz. Foydalanuvchilar soni: guruhga a'zo bo'lish uchun nechtadan foydalanuvchi qo'shilishi kerakligini aniqlab belgilaysiz. Faqat son kiriting. Harf yoki boshqa belgilar bo'lmasligi kerak. Bot siz admin bo'lgan guruhlarga shu limit soni joylashtirib beradi. Imtiyoz berish: shartlardan mustasno qilib, tanlangan foydalanuvchilarga to'liq ruxsat berasiz. Foydalanuvchini tanlang va tasdiqlang. Bot darhol ruxsat beradi. So'ngra orqaga tugmasi bilan asosiy panelga qaytasiz. Xulosa: bu imkoniyatlar orqali siz guruhlaringizni to'liq nazorat qila olasiz, a'zolaringiz faoliyatini kuzatib borasiz va istalgancha sozlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bot imkoniyatlari bilan siz yanada samarali va professional boshqaruvga erishasiz. Bu hali boshlanishi. Yangi funksiyalar doimiy ravishda qo'shib borilmoqda. Agar sizda biror xatolik, taklif yoki yangi buyurtma bo'lsa, Baburdevbot orqali bog'laning. Yoki bot ichida help buyrug'ini yuboring. Barcha kerakli ma'lumotlar sizga chiqadi. Men sizning istagingizga mos Telegram bot, web dastur yoki avtomatlashtirish tizimlarini tez, sifatli va professional tarzda tayyorlab beraman. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va videoni do'stlaringizga ulashing. Yana ko'plab foydali loyihalar bilan sizni kutib qolaman. Baburdevbot sizga doimiy yordamga tayyor.